Surxon vohasi agrar salohiyati yuqori hududlarda sanaladi. Mintaqaning qulay iqlimi, unumdor tuprog'i qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sifatli yetishtirish imkonini bermoqda. Jumladan, Angor tumanining Bahor, Ilg'or mahallalari karam, brokoli kabi sabzavotlarni parvarishlash va eksport qilishda ilg'or hududga aylandi. Aholining ushbu tajribasi ommalashtirilib, bu borada zamonaviy agrotexnologiyalar qo'llanilmoqda. Angor tumanida aholi va dehqon xo'jaliklariga qarashli jami 12,1 ming gektar sug'oriladigan yer maydonlari mavjud bo'lib, har yili o'rtacha 940 gektar maydonda piyoz, brokoli, gulkaram va karam mahsulotlari yetishtiriladi. Bu borada Bahor, Ilg'or, To'lqin kabi mahallalar yetakchi sanaladi. Bu yerda yetishtirilayotgan karamlarning erta pisharligi, tashish hamda saqlashga chidamliligi sababli ichki va tashqi bozorlarda ushbu mahsulotlarga nisbatan talab yuqori bo'lishiga olib kelmoqda. Davlatimiz rahbarining tegishli qarori bilan tashkil etilgan Angor Agrostat mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan bu tajribani ommalashtirish, sabzavotlarni ilmiy asosda yetishtirish, urug'chilik va ko'chatchilik bazasini mustahkamlash, hosildorlik va mahsulot sifatini keskin oshirish choralari ko'rilmoqda. Sug'orishda afzalliklari haqida xorijiy va mahalliy agronomlar bilan birgalikda o'quv seminarlari uyushtirib kelyapmiz. Karamni yetishtirishda tomchilab sug'orish orqali suvni 50% iqtisod qilishdan tashqari mineral o'g'itlarni 70% gacha iqtisod qilinadi. Tomchilatib sug'orishda to'proqning strukturasi o'zgarmaydi, yumshoqligicha qoladi. Keyingi ekinga ham to'proq tayyor bo'ladi. E'tibor qarating, Bahor mahallasining o'zida bir yil ichida 35 ming tonnaga yaqin karam yetishtiriladi. Uning 30 ming tonnasi eksportga yo'naltiriladi. Bitta xonadon karamchilik faoliyatidan bir mavsumda o'rtacha 60 milliondan 100 million so'mgacha daromad topadi. Bunday sermahsul faoliyatni aholi orasida ommalashtirish oilalar bandligini ta'minlash, farovonlikni oshirishga xizmat qiladi. Viloyat hokimligi mas'ullari, mas'uliyati cheklangan jamiyat mutaxassislari, agronomlar va dehqonlar ishtirokida o'tgan karam sayli ana shunday tadbirlarning navbatdagisi bo'ldi. Unda karam va gulkaramlarni yetishtirish jarayonlari, ularning parvarishi hamda hosildorlik darajasi haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, yerlarda zamonaviy agrotexnologiyalardan foydalanilayotgani, hosilni ko'paytirish borasida olib borilayotgan ishlar ishtirokchilarga katta qiziqish uyg'otdi.